Bugün saman pazarına geldik. Bakalım neler göreceğiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mana bu Artpul markazini saman qurishli rastasi. Nomi Xudo maşallah ko'p yaxshi, yildi kelishi yaxshi. Agar shu ro'zlardan yog'in yog'u agar ekinda bo'lib kelsa ko'p yaxshi. Qiyin bo'lib o'tirgan vaziyat juda ham bir saxtli vaziyat. Chunki bir qanor saman to bu zamon 1200 gacha bizlar savdo qilishdi. 1200 ko'p ham bir mardimga mushkul, ko'p bir qiyinchilik vaqtida. İnşallah qana agar bu yil toza yil bir yaxshi yil bo'lib kelsa, Xudoning mavzu xayr o'zida. Bilan yomg'ir havosi bo'lib o'tiribdi, agar sarab yomg'irdan bir yog'ish bo'lib kelsa ko'p yaxshi. Havo yog'madi. Bo'lsa inshaalloh qana Xudo meron yog'ar ham. Boshqa qiymatlari olim sotimlar qanday ko'proq ketamizmi? Inshaalloh ishlab ko'rib o'tirgan mazasi yo maqsad mardimda pul yo ko'p bir saxtli vaqtlarda. Ha. Havo Yine bir onu satmak qiyin. Bozorda narx qimmat. 2 yildan beri xushkisoldi yil. Mardimga juda ham bir qiyin deydi. Bir qanor samon 1000-1200 bo'lsa juda bir mushkul. Arpa samon arzonroq tusham yo bug'doyni samon arzonroq tusham ekan? Endi bo'lsa, bunda bir gap bo'lmasa bo'lsa ikkovi ham qimmat. Arpasi ham yo, bug'doyi ham yo. Arpasi ham yo, bug'doyi ham yo'q. Yani 2 yildan beri yil bo'lmaydi. Ko'p bir qiyinchilik vaqtda bo'lgan. Mardimga alfoy qilan bir dehqonkor mardim, ishchi ziroat bo'lib o'tsa bo'lsa ko'p yaxshi. Agar bo'lmasa bo'lsa mana 2 yildan beri xeyla bir qiyinchilik bor. Ba'zan mardimga tijor bor, mas'ulin imorat bor, shulardan taqozo qilamiz ki bizlarga bir ishchi ziroat o'zi ko'maylashsa, moldorlikda ko'maylashsa mana xeyla nima holatda mushkul holatda bizlar. İmarat İslam'dan ham taqozo qilamiz, ko'mak etsa, moldorlik hisobi uchun, ishchi ziroat uchun Yaşı bolyan nazarba öteni kanunlara emeli yaxşırak yine hali maldarlığın talı özde iqtisodiyatga qaradan yo'q, qiyinchilikda o'tganda öteni ishmallar diyordu, bildiren yo'q. Ötenlikdan xushtalığımız elbette halal bo'ldi. Bazarın vaziyatini anaqa majallar. Vaziyati ötenlikcha yo'q. Ötenlikcha 40% yo'q. Mesela 60% yaxshi bo'lsa, bil 40% yaxshi. Selamünaleyküm. Ay barakalla bilan nima olib kelgan? Bular qaravol bilan qo'rqib yoryapti. Qaravol bilan qo'shib olgan. Ay Xudoning karimi bo'lmaydi bo'lsin. Boran joylarga bilib boran joylar salom avay.
lokada mı oldu? Türkiye'de. مال بازاrimizda yili o'z Xudoga azor kalla shukr, mol arzon, narxi o'zda mardon, mulki o'zda marom, Xudoga shukr nerga borsak borib bilamiz, ketib bilamiz, kelib bilamiz, oromlik bo'ladi shuncha bo'lsa taka joylarimiz, ulusol soylarimiz ham hamkorlik qiladi, qo'mondon soylarimiz ham hamkorlik qiladi, narxi navolarida bu joylar arzon. Şeydiler, o zaman. Bana kim dola tamam ki? Gel oraya dirme gel. Traktörlerle gidiyor. Merdim alışlığa, satışlığa, şudadır soruyorlar. Evet. Şudadır soruyorlar. Kıymatlar ama aşağı duracak olar onda. Ötenin kadar aşağı. Evet. Ötenin kadar aşağı. Eğer bundan Allah kalırsa yıllar yaxşılık gidiyor. İnşallah. Olay da kurulur. Evet. Yine lahat ötenin kısa yok. Ağzına çıkan yok. Yiyecek o tokunmaz mağla ardan. Öyle bak gören ama. Hayır. Geç. Geç. Oldu. Ha, senin mi abi? Geç. Geç. Artık bitti. Yok. Yok. Hmm.
Ne mi istiyorsun? Yok, halas oldu. Git kal. 8 saatlik yoldan getiriyorsunuz. 2 ruzda bir kechada olganam. Bir kecha qolib 2 ruzda. Ha, kecha yotma bir yil bilan o'shikina. Ha. 5 dakika oldu. Traktörlerle gidiyor. Anuşa yaxshi keladi. Almaka kayda qoldi. Mana shu bo'lami. Ana yozdi. 4000gacha, 5000gacha bo'ladi. Xo'p. Bir zamonlar qancha edi u avvallar? Avval zamonda shularni 2000 2,5 olaydi. 2,5. Pulay 10,000 olaydi. Shu qilabida pul yo'q. 5000 pulay bo'ladi agar kiyaman degan odamlar. Xo'p. İşte bu şapka olanlar aynısındanmış. Direkt değil mi? İşte. Yine de abimiz getirmiş birkaç tane pazardan. Bunu oğlum yorma. Ya onu almayayım. Bunu olma. Ya onu koy. Aşnan ba an qo'yniki mazarnikimi? Suburg'anniki. Donasi qanchadan? 6 tasi o'n afg'ona. Ha, o'tma. Falana. Ama kim alanma hamdan bulanıyor. 500 verer sanda. 500 verin, barınga 500. Gelmez kilo geliyor. Men, birik 5. Versin 500'e koyun. 500 sayı. Bulunuyor mu? 500 sayı şu. Bunun kanını Ödünüz kime? Ha? Ödünüz kime? Ha, ödüm ben. Ödünüz. Kumadan ıskadınız. Lan can yaşlılar. Yok, bir alıp satıyor. Uzunluğunu alıyorsun, soyduruyor da. Mana, birik 500'lük alsanız bo'lsa Kim buluyor ağabey? Bulardan soyuyor dersin al. Shulardan dua eder haqida nereden gelip mehmonada.
45 milyon lirayla batavar. Bol. Kırmış avganı. Kandaya kızma. Tamam, hizmet kılam 45 milyon. Hani bu bana 20 oğlan kalmadı verdim ya bana. Benim şey koyduysa bir 20'lik adamı. 20 var yok. Diğer ağa, radyap dereniz yok mu? Ha? Radyap. Günde kaç tane kurs yapıyorsun mu? Günde 20, 30, 40 20 30 fark ediyor değil. Daha kaç yıldan beri işliyorsunuz bunu? 40 yıldan beri işliyorum. 40 yıldan beri. Yani Atababa kısmı mı ya? Ya Atababadan özüm şagirtli oluyorum. Özüm şagirtli öğrendiniz. Yani bir zatları kalıyor onun bir sizirana. Ay böyle de hiç bulanlar olmadı ya. Konuşmazda yok.